Avvalambor assalomu alaykum hurmatli izleyiciler. Ravshan Komilov bu bolalar avtomashinasi jang chiroyli avtomashinalarda oldida nima qilyapti ishlari mumkin. Talab ko'proq bo'lgani uchun sunnat to'yiga sovg'a arizasida ko'p murojaatlar bo'ldi prodyuserimizga. O'rgizonni qarama qarshisiga arka yonidagi birinchi qo'l 200 ming so'mdan bu yog'i 7 million so'mgacha ekan. Muzaxon nima deysiz? Yurtdoshlarimizga bu do'kondan bizni nomimizdan qanaqa chegirmalar bormi, yo'qmi? Sinovdan kelsangiz olsa, o'g'lidan 50 dollarga skidka qilib beramiz. Va kamiga velosiped yoki samokat Boshqa davlatlarda ish faoliyatini yurittirgan insonlar telefon qo'shadi prodyuserimizga. Men to'yga bora olmayman. Jiyanimni to'yiga shu siz borib xizmat qilib bering sovg'asi bilan deb bank orqali misol uchun shu kartaga so'mdan, dollardan pul o'tkazish yo'llari sizda ham hammamizda rivojlangan. Bog'lar narx-navosi hammaning sharoitiga qarab kelib chiqib 200 ming so'mdan 6,5 million so'm, 7 million so'mgacha o'yinchoqlar bor. Rossiya yo'nalishlari bormi? bor, albatta. Xalqimiz juda ko'pchilik so'ragan sababli uzun nasiya qilib boshlang'ich to'lovsiz 6 oy, 12 oy, 3 oy yil to'lash kerak. Agar Muzaxonni shu do'koniga tashrif buyurganlar Ravshan Komilov sunnat to'yida xizmat qilib bersinlar degan bo'lsa, endi biz 5-6 yildan beri bir-birimizni bilamiz. O'tadigan joylari bor. Odam bo'lib keldik, odam bo'laylik. Elimiz, yurtimiz, qizmi, o'g'ilmi bolajonlar dardiga malham bo'laylik. Turkiyan bor ekan. Bu ekskavatori bor ekan.